Deylik 1-yanvar kuni molimni qochirib turdim. Mana 1-sentyabr bo'ldi, 9 oy bo'ldi, molim hali ham tug'mayapti deydi. Chiqindiga tashab kelish arafasidagi molimiz juda ozib ketdi. Xudo xolisi sun'iy urug'lantirilgan 4-4,5 oylik bo'g'oz. Uzi homilani 1 oyligidan keyin bemalol aniqlaydi. O'sha homilaning yuragi adashmasa 14-kunligidan boshlab yurak urishni boshlaydi. Molim dermatitdan tuzaldi, lekin bola tashab qo'ydi. Nima maslahat berasiz? Uni so'ydirib yuboraymi, yemlab, yo boqsam yana sigir bo'ladimi, bola homilador bo'ladimi deb so'rayapti. Yo, bo'g'ozmi bu? Ikkinchi qoringa bo'g'oz. O'tgan yili birinchi qorin homilasi 7 oyligida bu dermatitga chalingan. Akalar, mana buzoqni qaranglar. Hozirgi kunda mana shu buzoq roppa rosa 4 oylik. Hali bo'lgani ham yo'q ekan. Bugungi sanamiz mana 11-oktyabr. Endi hozir men sizlarga o'sha buzoqni ko'rsataman. Rostdan 4 oylik buzoq shunchalik bo'ladimi yo'qmi? Ko'zlaringga aniq ishonmaysizlar. Bitta ko'rsating. Ana 3,5 oylik. 3,5 oylik. Meni bitta o'tib ko'rsatay. Abduxo'p aka ungacha salomlashib bemalol. Assalomu alaykum, hurmatli chorvador akalarimiz, James Valijonov kanali obunachilari. Hozir mana bir akamiz uyiga xizmatchilik bilan keldik. Bir yaxshi voqeani ko'rib xursand bo'lib sizlarga ulashishga qaror qildik. Nima deydi? Mana shu buzoqni hozir ko'rib turgan buzog'ingiz bundan 3,5 oy oldin tug'ilgan, bir haftaligida kelib, o'sha buzoqlar shoxini kuydirish bo'yicha o'zlaringiz qilsangiz ham bo'ladi-da, o'sha molxonasida yotqizib, o'sha sigirdan sal o'tganda video joylagandik. Hozir kelsak 3,5 oylik buzoq. Kelingda. Kamerani bering, menga bitta bu yoqdan ko'rsataydi. To'g'risi, o'zim veterinар bo'lsam o'zim havas qilaman. Mana kattaligini qaranglar. Mana buzoqni molam bo'yni o'cha. Aka, buni ham hozir tarixini gaplashib o'tamiz. O'tgan yili dermatitdan bu tuzalmasdan yotgan egasi buni o'lishini kutib, musorga olib chiqib tashiyman, tashab kelaman bir joyga, yo'q qo'raman deb yotgan joyda badandagi g'urrachalar ko'rinayotgandir. Ko'rinyaptimi kamerada? Badandagi g'urrachalar. To'g'ri, qaytib yo'q bo'lib ketgani yo'q, dermatitdan tuzalgan mol, lekin tuzalgan bu butkul umuman bunaqa kasallik yo'q. Bu hozir ikkinchi qoringa bo'g'oz. Yo, bo'g'ozmi bu? Ikkinchi qoringa bo'g'oz. O'tgan yili birinchi qorin homilasi 7 oyligida bu dermatitga chalingan. Lecheniya qildik, lekin kasal og'ir o'tganning hisobiga o'zi bu xo'jalikka kelganimda oyoqlari shishib, mol tura olmasdan iyagini yerga qo'yib yotgan edi. Keyin buni lecheniyasini o'zimizning sxema bo'yicha davolashni boshladik. Alloh bu xo'jalikda ham bizni yuzimiz yorug' qilib berdi. Mana hozir sigir yana qayta sun'iy urug'lantirilgan. Bundan bir 2 oy oldin kelib ko'rganimda, uzi qilib tekshirganimda bo'g'ozligi aniq edi. Hozir yana bu yoqqa kasallikka qarshi profilaktika ishiga keldik. Mana shu ish jarayonida hozir mana ko'pchilikdan savol bo'ladi. Molim dermatit bo'ldi, bola tashadi, keyingi yil buni boqaymi, bo'g'oz bo'ladimi, qaytib yo'qmi degan savol beradi-ku. Mana o'sha dermatitni eng og'ir formasida o'sha musorga, bunday qo'pol qilib aytganda, musorga tashab kelinishiga ozgina qolgan paytdan tumshug'idan chandiqlar ham qo'ygan. Sanjar aka yaqin qo'ying. Bir tomonda, o'ng tomonda. Burunlarning uchidan ko'zning qovog'ini ichiga ham toshganda, ko'zlarining ichidan yiring yoqdi bu molda. Egalari ancha kutdi, sabriga besh ketdim, lekin chunki hozirgi kunda bitta tuyoq qilish o'zi oson emas. Aka. Tem bo'lib bunaqa katta molni topish hozir oson emas. Bu akamiz o'sha o'zini jaydari moliga zottor urug' qo'ydirib, zottor buqalarga qo'yib shunaqa yaxshi nasl chiqaradi. Xudo xolasa bu xo'jalikda nima deydi, xursand bo'lib gapiradigan vaziyatlar juda ko'p. Bu tomonga o'tkazim kelyapti, lekin o'tmayapti. Haydam, yo'q, yorishib ketmasin. Baquvvatligini qarang mana. Ko'p baquvvat ham bo'lsa kerak. Mol tepadiganga o'xshab turibdi. Zo'r, ko'z tegmasin. Aka, hozir buni uzi qilamizmi, uzi qilmaymizmi? Bu uzi qilinmaydi, adashmasam, yo qilinadimi? Bunisini uzi qilib ko'rganmiz, bunisini qilib ko'ramiz. Bu bunisini. Hozir bu uzi qilib tekshirilgan. Bu agar hozir obunachilarga buni ham bola haqiqatan bormi, yo'qmi deb agar ishonmayotgan bo'lsa, hozir buni ham uzi qilib, bunisini ham uzi qilib ko'rsatamiz. Nima dedingiz? Zo'r bo'lardi agar. Bitta ko'rsataylik bo'lmasa, uzini qilib. Hozir bu uzi nech foizga qarab, nech foiz aniqlaydi. Abduxo'p aka nech foizga aniq ko'rsatadi. Aka, mana homila bachadonda 28 kunda ichida yoqdan bu yoqqa ko'chib yurib, o'sha embrion. Joyning oxiri 28-kunda, 28-kunligidan o'tganda o'zi kindik tomiri bachadonga yopishadi. Ana shu 28-kunligidan boshlab hisoblanadi. Shu joydan bitta ma'lumot aytib o'tib ketaman.
o'zingizdan ham ko'pchilik so'ragandir. Mani o'zimdan ko'p savollar bo'ladi. Deylik, 1-yanvar kuni molimni qochirib turdim. Mana 1-sentyabr bo'ldi, 9 oy bo'ldi, molim hali ham tug'mayapti deydi. Sababi nimada? Chunki urug' bachadonga tushib, embrionga aylanib turib, o'sha bachadonga kindik tomir otib yopishib olguncha 28 kun vaqt kerak. Shuning uchun chorvador akalarimiz, mollaringizni sun'iy urug'lantirasizmi yo buqaga qo'yasizmi? O'sha chislodan boshlab sanamanglar, kamida 20 kun tashlab sanash kerak. 20 kun tashlab, chunki o'zimni uyimda ham bu men uni o'z bilan hisobida g'unajinim. Deylik, dekabrda qochirtirganman, dekabrda boshida mo'ljalim bo'yicha avgustga tug'ish kerak edi. Lekin o'sha holatni hisob-kitob oladigan bo'lsangiz, 5-sentyabr kuni tug'di. 20 kun plus minus homilaning yetilishiga qarab o'sha nima deydi, bolani shakllanishini hisobga olish kerak. Uzi masalasi bo'yicha bo'lsa, uzi homilani 1 oyligidan keyin bemalol aniqlaydi. O'sha homilaning yuragi adashmasa 14-kunligidan boshlab yurak urishni boshlaydi, yurak ishga tushadi. Bolani uzida bemalol ko'rish imkoni, o'sha holatni ko'rish nimasi 1 oylikdan keyin 1 oy 1,5 oyligida bemalol bachadonning ichida bola qanaqa holatda o'sha joylashgan, joylashmaganini bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Zo'r. Hozir bo'lmasa, o'sha molni uzi qilib ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa uzini tayyorlab oldik. Hozir ko'zlarni olib o'tib, bolasi qanaqa holatda, qanday turibdi ko'rsatib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Aka, bu jinsini ko'rsatmaydi-a? Yo'q. Endi jinsini ko'radiganlar ham bor, juda qimmat. Yog'i u jinsini ko'rsa bo'ladiganlari bir 10 mingdan tepa turadi. Dollarda aytilyapti hozir. O'ting. Qo'rqma, qo'rqma. Qo'rqma. Bismillahirrohmanirrohim. Jamshidga molsal bu yoqqa itarib tursangiz. Ana. Uzi qilishdan oldin birinchi to'g'ri ichak tozalanib oladi axlatdan. Bo'lmasa, mana datchikni chastotasini yo'qolib qolishiga yaxshi ko'rsatmaydi. To'g'ri ichakka ham keyin ko'pchilik qo'l tiqqanda zo'riqtirib kuch bilan bosib tiqib yuboradi. Lekin aldab yo'lini to'g'rilab, o'zining egri-bugri nimalari bor. Yo'lak tuzilishi. Ana xudo xolasa endi mana bismillahirrohmanirrohim deb uzini olib kiramiz. O'chirib ko'rchi. Mana homila. Mana bolasi. Mana buzoqchamiz. O'sha mana umurtqalar hozir jim turmayapti. Dumini ushlab turing Jamshid aka. Bunaqa kechi. Sizlarga tiniqroq ko'rinish uchun hozir svetni ham o'chirdik, projektordan. Mana buzoq. O'sha necha oylik atrofida Abduxob aka? Bu xudo xolasa hisobga 4 oylik, 4,5 oylik homila bor. Bola faqat mana harakatda turibdi. Sigir tinch turmaganiga mana bolaning oyoqlari. Oyog'i ko'rindi ana. Oyoqlari. Mana bachadon karinkulolari, mana bachadonda o'zining bezlari bor, karinkulolar ham shakllangan. Xudo xolasa molimiz bo'g'oz mana. Zo'r. Buni bo'g'ozligiga men tekshirib ketganman. Hozir endi ayni shu dermatitdan keyin ko'pchilik molimiz bo'g'oz. Dermatitdan keyin ko'pchilikda shunaqa savol bo'lib qolyapti-da, Jamshid aka. Boya aytdim-ku, molim dermatitdan tuzaldi, lekin bola tashab qo'ydi. Nima maslahat berasiz? Uni so'ydirib yuboraymi, yemlab yo boqsam yana sigir bo'ladimi, bola homilador bo'ladimi deb so'rayapti. To'g'ri davolangan bo'lsa, ichki infeksiyalar qolib ketmagan bo'lsa, mana o'tgan yil o'sha eng og'ir vaziyatda o'sha haligi boya aytganimizdek chiqindiga tashab kelish arafasidagi molimiz juda ozib ketdi. Xudo xolasa sun'iy urug'lantirilgan 4-4,5 oylik bo'g'oz. Bemalol sigirlaringizni yana qayta qochirtirib, sigiringizni yo'qotmasdan foydalansangiz bo'ladi. Endi nargisni ko'ramiz. Narigini
Buni uzi ko'rishga kelganda narigi yangi qochirtirilganda uni hozir bor yo'qligini uni ham Bitta ko'rib berasiz. ko'rib beramiz. Zo'r bo'lardi agar. Birinchisiga bo'g'oz dedilar-a buni? Bu birinchi qorin. Bu kelganimda o'tgan yil kelganda u narigi buzoqqa o'xshagan kichkina buzoqcha edi, yechiq yurardi. Bu yilga kelib mana xudo xolasa bitta katta mulk. Ko'z tegmasin. Meniki ham shunaqa bo'lsin aka, yangi olgan buzog'im. Yaxshi niyatda oldingiz bo'ladi aka, xudo xolasa. Olam oldi o'sha sizga qiziqib oldim-da. Meni molim ham yaxshi, zo'r sut beradi aka. Ko'z tegmasin. Qayerdan surib, bu tomondan surib tursam-chi? Birinchi. Ha, endi Bu Qizda. bu asora o'z buzoqligidan asora anaqa profilaktik ishlariga ham bir-ikki vitamin terapiya qilish kelganda ham o'zini otardi bu. Endi akam ham shu qornini to'ydirib qo'yishar ekanda, zo'r qaralar ekan mollar. Oxirda mana o'tlari turibdi. aytadi-yu, ferma bo'lmasa sigir boqish qiyin, fermada akamiz mana xo'jaligi o'ziga yarasha ixchamgina, lekin 3 ta katta zo'r sigirni eplab boqib o'tiribdi. Zo'r. To'g'ri aydi. Axlatlardan tozalab oldik. Datchik yuzini tartib o'ramiz. Buyog'i. Xo'p. Endi yaqinroq ko'rsatasiz. Ichkarida nima o'tyapti, nima bo'lyapti? Ularni hozir Va yana svet projektor ozgina bormikan? mol chiranish nimasida ham axlat kelib qoldi. Keling, dumini ushlab turaman aka. Yo'q, menga o'z ishlashimga hozir kerak. To'g'richa tozalab oldik. Mana bola. Mana umurtqalari. Mana bola harakatda. Mana ko'ryapsizmi qimirlashini? Mana. Xudo xolasa bundan 1,5 oy qochirtirilgan gemiz 2,5 oy, 3 oylik atrofi molimiz. Bo'g'oz. Mana. Bolani qimirlashini qarang. Mana bola, mana. Ichkarida qimirlab. Mana umurtqasi mana uzun zanjirga o'xshab bunday terilgan bola bukchayib yotibdi. Xudo xolasa bu molimiz ham bo'g'oz. Zo'r. Xo'p, endi Abduvahhab aka mana uzuylarni ko'rib berdik. Endi bitta masala keladi. Xo'p. Masalan, Toshkent viloyati, Piskent, Bo'ka shu atroflarda masalan bo'g'oz bo'lgan mollar bo'g'oz emasmi deb o'ylanib turgan akalarimizga sizni qanday topishadi? Undan oldingi videomizda ham juda ko'pchilik so'radi. Uzi xizmati bo'yicha. Uzi xizmati bo'yicha. Uzi xizmati bo'yicha ham agar veterinar xizmati bo'yicha ham men o'zim Toshkent viloyati Bo'ka tumanida yashayman. Qo'shni tumanlarga ham chiqib, endi nomerimiz bor, klientlarga bor xizmatni qilib, o'zingiz bilan bu Tashmoran tepasiga borib, Toshkent akalarimiz mini ferma qurganda birga borib keldik. Xullas tumanlarga chiqish bo'yicha muammo yo'q. Agar kimga uzi xizmati kerak bo'lsa, Jamshid akamning shu YouTube kanalini pastrog'iga kirib qarasalaring, Telegram silka qo'yilgan bo'ladi. Albatta. O'sha Telegram silkaga o'tib, uzi xizmati kerak yoki o'sha Telegramdan silkaga kirib kommentariyaga ham belgilab qo'yamiz. Kommentariyaga ham Telegram silkani boshiga ekranga ham qo'yib qo'yamiz, kommentariyaga ham yozib qo'yamiz. Agar yoki bo'lmasa, qiynalishmasa, Telegramga odam qidirganda Abduvahhab pastki chiziqcha vet deb yozsa chiqadi. Abduvahhab vet deb yozsa ham to'g'ri, Instagram nima bo'yicha Abduvahhab vet deb kichkina harf bilan yozsalaringiz ham Telegram nima silkam chiqib keladi. Yana bitta osonroq bo'lish uchun ko'pchilik Instagramda topolmayotganlar boshqadir. Shu joyiga Instagram nimami, nikimimni deb chiqarib qo'ysangiz, o'sha bo'yicha o'sha kichkina harf bilan Abduvahhab vet deb yozsalaringiz Instagram profilim ham chiqadi. Xohlasangiz directga, xohlasangiz Telegram silka orqali o'tib, o'ziga xizmati kerak yoki shu o'yingizda bo'layotgan muammo bo'yicha murojaat qilsangiz, xudo xolasa sizlar bilan aloqaga chiqib, sizlarga ham uylaringizda xizmat qilib berish, Alloh nasib qilsa, borib xizmatlaringizni qilib beramiz. Albatta, agar mabodo faqatgina, lekin aytib qo'y, iltimos sizlarga, Toshkent viloyati, mana Toshkent, Bo'ka atrofi, Piskent, bu tomon qaylar qaraydi? Mana Bo'ka o'rta, Qozonni tagi Bo'ka, bu yog'imiz Bekobod, Oqqo'rg'on, Piskent, To'ytepa, bu yog'i Olmaliq, Angren bor. Xullas, atrof to'la qo'shni tumanlar Bo'ka o'rtada. Xuddi shunday mana shu atrof shu qo'shnilar bo'ladigan bo'lsa, mabodo menga telefon qilib nomerlarni bering deysa ham, aka atrofdagilarga beraman. Iloji boricha haligi shu yerdagilarga borish imkoniyati bo'lgan odamlarga yordam bering. Yo'q, men o'zim ham sizdan har doim iltimos qilaman.
to'g'ri veterinar so'rab yo maslahat so'rab mani nomerim ko'pchilik Jamshid akadan so'rashadi, lekin Jamshid akadan men o'zim iltimos qilganman. Aka, faqat Toshkent viloyatidan bo'lsa bering, chunki maqsadli bo'ladi. U yoqqa borib imkon ishini bajarib berishimiz, xizmatida bo'lishimiz imkoni bor, lekin mani nomerimni hamma telefon qilganlarga beraversa, to'g'ri tushuninglar akalar, ishlashga vaqt bo'lmay qoladi. O'zi bu nolish emas, boshqa emas, Allohga shukr. Kunlik o'zimni klientlarimga keladigan vizitdan ham o'z telefon bilan normal vaqtim ketib qoladi. Vizit olib boshqa qilib yurgunimcha. Qo'shimchasiga yana agar men O'zbekiston bo'yicha boshqa viloyatlar bo'yicha sizlar bilan yoki maslahat bo'yicha gaplashadigan bo'lsam, men ishlash imkoniyatim juda kamayib ketadi. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar akalar. Veterinar xizmati bo'yicha agar birorta masala bo'ladigan bo'lsa, Toshkent viloyati bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, Jamshid akam men nomerim berishadi. Bemalol aloqaga chiqib, men bilan gaplashsalaring bo'ladi. To'g'ri. O'ylaymanki, videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, sizlarga rahmat. Videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Xudo xolasa akamning ish faoliyatlarini ko'rsatib berishga harakat qilamiz.